Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan 4-sinf matematika darsligidan ma'lumotlarni taqdim etish mavzusini ko'rib chiqamiz. Bizga berilgan yondosh mavzu mening maktabim haqida. Maktab haqida o'quvchilar bilan rasmlarga qarab suhbatlar olib boramiz. Birinchi misolda berilgan har bir to'plamning ikkita yetishmayotgan elementini ayting deyilgan. Demak, A to'plamda 10 tadan ko'payib borish natijasida 80 va 90 sonlarni qo'ydik. B to'plamda esa 5 tadan ko'payib borish natijasida 20 va 40 sonini qo'yib oldik. C topshiriqda ham bittadan ko'payib borish natijasida 0 va 7 raqamlarni qo'yib oldik. D topshiriqda esa 9 tadan ortib borish natijasida 52 va 61 sonlarni qo'yamiz. Ikkinchi misolda berilgan jadvalni o'rganing. Maktabda jami necha nafar o'quvchi bor? Qaysi sinflarda eng ko'p o'quvchi o'qiydi? Boshlang'ich sinflardami, o'rta sinflardami yoki yuqori sinflardami? Jadvalga qaraydigan bo'lsak, boshlang'ich sinflarda jami 1056 nafar o'quvchi o'qir ekan, o'rta sinflarda esa jami 918 nafar o'quvchi tahsil olar ekan. Yuqori sinflarda esa jami 270 nafar o'quvchi o'qir ekan. Demak, bu yerda boshlang'ich sinflarda ko'p o'quvchi o'qir ekan. Bu topshiriqda ma'lumotlar jadval asosida taqdim etilgan. 3-masalada berilgan rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib, hovlining to'la yuzini topib olamiz. Demak, hovlining to'la yuzi 30 ni 50 ga ko'paytirib 1500 metr kvadrat ekanligini bilishimiz mumkin. Hovlining uydan tashqari qismini yuzini toping deyilgan. Bunda 1500 ni 270 dan ayirib, natija 1230 metr kvadrat ekan hovlining tashqari yuzi. 4-misolda berilgan diagramma bo'yicha savollarga javob bering deyilgan. Sport to'garaklariga necha nafar o'quvchi qatnashgan? Demak, diagrammaga qaraydigan bo'lsak, sport to'garagiga 37 nafar o'quvchi qatnashgan ekan. Ijodiy to'garagiga esa 60 nafar o'quvchi qatnashgan. Texnik to'garaklarga esa 30 nafar o'quvchi qatnashgan. Qanday to'garaklarda ko'proq bola qatnashdi? Ijodiy to'garaklardami yoki texnik to'garaklargami? Bu diagrammaga qaraydigan bo'lsak, natijalarda ijodiy to'garakka eng ko'p o'quvchi qatnashgan ekan. Ma'lumotlar turli usullar bilan jadval, diagramma, rasm, sxema ko'rinishida taqdim etilishi mumkin. 5-masalada o'quvchilar so'rovnoma o'tkazdilar. Sizga maktabda qaysi fan ko'proq yoqadi? Matematikami, ona tili va o'qish savodxonligimi? Tabiiy fanlarmi, musiqa yoki texnologiya fanlarimi? So'rovda 930 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Matematikaga 227 nafar o'quvchi, musiqaga matematikadan 14 nafar ko'p o'quvchi, tabiiy fanlarga esa matematika va musiqaga birgalikda qancha bo'lsa, shundan 2 marta kam o'quvchi ovoz berdi. O'quvchilarning 3 dan 1 qismi ona tili va o'qish savodxonligi uchun ovoz berdi. Har bir fan uchun necha nafar o'quvchi ovoz berdi? Fanlarni olingan ovozlar sonini kamayish tartibida joylashtiring deyilgan. Demak, musiqaga 241 nafar o'quvchi ovoz bergan. Tabiiy fanga esa 234 nafar o'quvchi ovoz bergan. Matematikaga esa 227 nafar o'quvchi ovoz bergan ekan. Ona tili va o'qish savodxonligiga 144 nafar o'quvchi ovoz bergan. 6-masalada hisoblang, natijalarni kilogrammlarga aylantiring. Axborotni to'playdigan, uni ishlaydigan va olingan ma'lumotlar asosida xulosalar chiqaradigan fan qanday nomlanadi deyilgan. Demak, natijalarni hisoblash jarayonida biz statistika so'zini hosil qildik. 7-masalani ham o'quvchilar bilan jamoa bo'lib ishlab olamiz. Bugungi mavzuyimizga berilgan uyga vazifa 8. Bugungi mavzuyimizning uyga vazifasi 71-betdagi 8 va 9 misol. Shu bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz bilan bo'ling, izlanishda to'xtamang.